Siz IELTS listeningda o'ta qiynalyapsizmi va uning natijasida depressiya, stress va hattoki yig'lashga olib kelyaptimi? Demak, bu video siz uchun. Ko'plab studentlar qiyinchilikka uchraydigan savol turi bu multiple choice. Va bugun qanday qilib bu multiple choice questionlarga barchasini to'g'ri topish haqida gaplashamiz. Va bu texnika Deja-vu texnikasi. Bu texnikani men Mahmud Muhammadali IELTSda 8 va listening qismida 9 natija qayd etgan IELTS instruktor sifatida sizlarga tushuntirib va u haqida kerakli ma'lumotlar berib o'taman. Ko'plab studentlar multiple choice questionlarda qiyinchilik topishlarining asosiy sabablaridan biri ular oral comprehensionga urg'u berishmaydi. Oral comprehension bu shunaqa skillki, ko'p practice orqali bu narsani oshirib bo'lmaydi. Qachonki siz ko'p practice qilsangiz, siz hech qachon oral comprehensionni yaxshilay olmaysiz va multiple choice'da xatolar qilishda davom etasiz. Shuning uchun men odatda o'z studentlarimga oral comprehensionni yaxshilash uchun quyidagi texnikalarni doimiy ravishda vazifa sifatida berib kelaman. Oral comprehensionni yaxshilash uchun eng muhim texnikalardan biri bu dictation. Hattoki ular dictation qilishni faqatgina so'zlarni to'xtatib yozish kerak deb o'ylashadi. Aslida esa unaqa emas. Dictation qilayotganingizda ham u yerda ba'zi texnikalar bor, siz ularga juda ham muhim e'tibor qaratishingiz kerak. Dictation qilayotganda avvalambor yozayotgan narsangizda diqqat bilan 2 marotaba yoki 3 marotaba eshiting va undan so'ng uni yozishni boshlang. Buning asosiy sababi, qachonki siz uni oldin eshitganingizda sizda so'zlar qanaqa talaffuz qilinyapti, buni sezasiz va keyin yozishni boshlaysiz. Dictation davomida so'zlarni to'xtatib yozish emas, balki iloji boricha sekundlarni eslab qolib, uni bora-bora ko'paytirishimiz kerak. Bu albatta qiyin. Bir marotaba 10 sekund yoki 15 sekund yozish deyarli ilojsiz ko'rinadi. Ammo dastlab 3 sekund, keyin 4 sekund va keyinchalik bu narsani oshirib borish sizning fokusingizni yaxshilaydi. Listening qismida fokus juda ham muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda yoshlar orasida shorts, reels ko'rish natijasida ularning fokuslari ancha kamayib ketgan. Shuning uchun agar siz listeningdan yuqori natija qayd etmoqchi bo'lsangiz, bugundanoq shorts va reels ko'rishni to'xtating. Bu sizning fokus levelingiz oshishi uchun birinchi muhim qadam bo'ladi. Bizda IELTS multiple choice questionlarda doimiy ravishda chalg'ituvchi javoblar bo'ladi. Buning natijasida ko'plab studentlar chalg'ib, fokuslarini yo'qotib, javobni o'tkazib yuborishadi. Multiple choice questionlarni yechayotganda birinchi qilinadigan ish ularni tahlili bo'lishi kerak. Agar siz multiple choice questionlarni tahlil qilmasdan kirishadigan bo'lsangiz, taxminlaringiz to'g'ri chiqib qolmasa, siz u yerda hech qanaqasiga javob to'g'ri ola olmaysiz va listening orasida fokusingizni yo'qotasiz. Birinchi qilinish zarur bo'lgan ish multiple choice questionlarni yaxshilab, diqqat bilan o'qib va uni analiz qilib chiqing. Aslida savol sizdan nimani talab qilyapti va siz nimalarga e'tibor berishingiz kerak. Savolni 100% tushunganingizdan keyin javoblarni tahlil qilishga o'ting. Javoblarni tahlil qilayotganingizda detallarga urg'u bering. Chunki multiple choice questionlarda detallar muhim rol o'ynaydi. Ba'zi savollar qisqa, ba'zilari juda ham uzun bo'ladi. Siz tushunishingiz uchun ko'proq vaqt ketadi va bu paytda siz keywordlarni eslab qolishga harakat qiling. Multiple choice questionlarda hech qachon listening payti savolni eslashga harakat qilmang. Aksincha, listening paytida asosiy fokusingiz audioda bo'lsin. Har bir savolni eshitganingizdan keyin javoblarni tahlil qilib, to'g'ri javob tanlashga harakat qiling. Multiple choice questionlarda yana bir muhim triklardan biri bu xato javoblarni chiqarib tashlash. Xato javoblar odatda multiple choice questionlarda juda ham oson aytiladi. Shuning uchun men odatda ularni chiqarib tashlashni maslahat beraman. Undan tashqari biz multiple choice questionlarda albatta uyushiq bo'laklarga urg'u berishimiz kerak. Uyushiq bo'laklari odatda and, as well as, not only but also, or kabi so'zlar bilan beriladi. Va qachonki siz audioda shu so'zlarni, uyushiq bo'laklarini eshitadigan bo'lsangiz, albatta siz bu javoblarni 100% to'g'ri javoblar qatoridan chiqarib tashlang. Chunki hech qachon uyushiq bo'laklar bilan to'g'ri javoblar berilmaydi. Multiple choice'da odatda kamida sizda 4 ta yoki 5 ta savollar uyushiq bo'laklar shaklida aytib o'tiladi.
Qachonki men bu trikni studentlarimga aytishni boshlaganimda, ular multiple choice questionlarda osonlik bilan to'g'ri topishni boshlashgan. Yana studentlar orasida eng ko'p tarqalgan xatolardan biri, ular fokuslarni audioga qaratishmaydi va eshitgan so'zlarini javobdan qidirib, to'g'ri javob sifatida olishadi. Bu esa eng katta xatolardan biri. Audioda eshitgan so'zingiz bu sizni xato javobga olib keladi. Aksincha, u distraktorlar bilan boshqa javobga olib kelayotgan bo'ladi. Shuning uchun hech qachon fokusni yo'qotmang. Siz va 8,5-9 olayotgan studentlar orasida hech qanaqa farq yo'q. Ular aksincha bu texnikalarni oqilona, juda ham diqqat bilan va detallarga urg'u bergan holda listening davomida qo'llashadi. Hozir sizlar bilan birgalikda Actual 1 kitobidan Test 2 ni birgalikda hozirgi barcha aytgan texnikalarimni qo'llab va Deja Vu texnikasini qo'llab ishlashni o'rgataman. Listening qilishdan oldin siz avvalambor o'zingizni ruhan tayyorlang. Agar siz ruhan tayyor bo'lmasangiz, qanchalik qattiq tayyorlangan bo'lishingizdan qat'iy nazar javoblarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Albert Einstein aytganidek, agar siz 9 ni miyangizda tasavvur qila olsangiz, listeningdan 9 topib olasiz. Demak, multiple choice questionlarni boshlayotganda siz qalban hammasini to'g'ri topishga ishoning. Va qachonki siz qalban ishonsangiz, albatta barchasini to'g'ri topasiz. Agar qalbingizni bir to'rida ham, miyangizni chetidan ham o'tkazib yuborish hissi bo'ladigan bo'lsa, u albatta o'tib ketadi. Va chunki siz listening orasida fokusingizni yo'qotgan bo'lasiz. Birinchi savol. The lecture was organized by. Demak, noun. Leksiya kimdir yoki qaysidir tashkilot tomonidan tashkillashtirildi. Savollarni o'qib chiqamiz. Savollarni o'qib chiqmaslik eng katta xatolardan biri bo'ladi. Nottingham shahri tomonidan tashkillashtirildim. University of Nottingham Student Union. Nottingham University tomonidan tashkillashtirildim. Nottingham Police Department tomonidan tashkillashtirildim. Odatda bularning barchasi listening audio qismida ta'kidlab o'tiladi. Ammo siz to'g'ri javobni tarjima va fokusingiz bilan topa olishingiz kerak. Ikkinchi savolimizda. The majority of crime on campus is. Kampusdagi jinoyatning ko'pchiligi nimani tashkil qiladi? Demak, bizdan so'ralayotgan eng muhim qism bu majority. Ya'ni ko'pchilik qismi nimani tashkil qiladi? Ichimlik va dorilar, violence, zo'ravonlik, theft, o'g'rilik. Agar xuddi mana shu yerda on campus violence and theft has already been common among students deydigan bo'lsa, bu sizga uyushq bo'lak bilan aytgan bo'ladi. 100% bu javobni o'chirib tashlab, keyingi savolga siz o'tishingiz mumkin. The campus crime rate has so far this year. Bu yil kampusdagi crime rate qanday o'zgardi? Shu narsa so'ralyapti. Bizda bu yerda odatda boshqa jinoyat turlarini aytib ketish mumkin yoki boshqa joydagi jinoyat turlarini aytib ketish mumkin. Lekin biz urg'u berishimiz kerak bo'lgan narsa bu, kampusdagi crime rate qanday bo'ldi? A javobda increased, oshdi. B javobda decreased, kamaydi. Va C javobda stayed the same, bir xil qoldi. Agar misol uchun City of Nottinghamda campus crime rate o'zgarmadi yoki oshdi deydigan bo'lsa, bu javobni olmaymiz. Chunki biz izlayotgan narsa kampusdagi crime rate qanday bo'lgani. Why is there added concern about crime? Nima uchun hozirda jinoyat to'g'risida ko'plab xavotir bor? Demak, bu yerda keywordimiz why and added concern. Nima uchun odamlar hozir crime'dan qo'rqishyapti yoki crime'dan ko'proq xavotir olishyapti? Exaggeration in media, mediadagi bo'rttirish, ya'ni pashshadan fil yasashyapti. Crime TV shows, ya'ni jinoyatga doir ko'plab televideniya ko'rsatuvlar. Va oxirgisi factual news articles, ya'ni faktlarga asoslangan jurnallar orqali. Demak, tahlil qilib oldik. Listening davomida albatta o'zingizning predictioningizni tayyorlab turing. Misol uchun, hozirgi eng oxirgi savolimizda aytayapti, nima ko'proq xavotirga olib keldi? Mediadagi bo'rttirish, TV showlari yoki factual news articles. Menimcha bu yerda factual news articles bo'lmaydi. Albatta, chunki bu yerda faktlarga asoslangan va xavotir paydo qilish uchun yetarlicha isbot yo'q. Ya'ni buni yana listening davomida ko'ramiz. Demak, boshladik. Birinchi savolda leksiya kim tomonidan tashkillashtirildi? Good evening. I'm Jeffrey Miller
from the University of Nottingham Student Union. And in this week's Demak, Nottingham University tashkilotchisi barchani tanishtirib, leksiyachini taklif qildi. free class, Carlos Garcia is going to tell us about safety around campus. Over to you, Carlos. Thank you, Jeffrey, and thank you all for your attendance today. Also, I'd like to thank the Student Union here at the university for organizing this lecture. Mana, uje javobni aytib ketdi. Bu yerda nima? Barcha qatnashchilarga rahmat va University of Nottinghamga bu leksiyani tashkillashtirgani uchun rahmat deb ketdi. Demak, bu yerdan bilamizki, University of Nottingham Student Union leksiyani tashkillashtirgan. Well, I've been serving and protecting the city of Nottingham for over 20 years now as a member of the police department. Does anyone... Demak, bu yerda guestimiz Nottingham Police Departmentda 20 yildan oshiq muddat davomida ishlab, City of Nottinghamni himoya qilib kelyapti. Uyushq bo'lak Nottingham Police Department and City of Nottingham ikkalasini birga aytib ketdi va javobimiz chiqib ketdi. To'g'ri javobimiz University of Nottingham Students Union tomonidan leksiyamiz tashkillashtirildi. Know what type of crime is the most prevalent on campus? I heard someone say... Demak, ikkinchi savolimizda kampusdagi eng asosiy va keng tarqalgan jinoyat turi nima? Does anyone know what type of crime is the most prevalent on campus? I heard someone... Demak, kimdir biladimi? The most prevalent crime type, ya'ni eng keng tarqalgan jinoyat turi qaysi? One say drugs and alcohol. That Kimdir aytdi, eshitdimki, drugs and alcohol dedi. isn't too much of an issue. It's not too much an issue. Bu unaqa katta muammo emas. Demak, majority crime bu emas. Nope. Actually, the biggest thing we worry about here is theft. The nature of... Drugs and alcoholdan keyin violence deb va uni birdan nope deb rad etib ketdi. Actually, the biggest thing we worry about here is theft. The biggest thing we worry about is theft deb the biggest and majority ni sinonim shaklida berib ketdi. Demak, eng xavotirga sabab bo'layotgan jinoyatlardan biri bu theft, ya'ni o'g'rilik edi. Crime rates across the East Midlands are very difficult to control. We'd like to see the rate stay the same for this calendar year. Crime rates across East Midlands, ya'ni sharqda crime ratelarini nazorat qilish juda ham qiyin. We'd like to see the rate stay the same. Jinoyat darajasi bir xil qolishini xohlaymiz, chunki uni nazorat qilish juda ham qiyin deyapti. Bizga u narsa kerak emas. Bizga kerakli narsa bu kampusda jinoyat rate darajasi oshdi, kamaydi yoki bir xil qoldi. Stay the same to'g'ri javoblar variantidan chiqib ketdi. Year, but it has been increasing steadily over the past 3 years. On campus, however, Ammo East Midlandda oxirgi 3 yillikda bular stay the same bo'lishini xohlashiga qaramasdan increased bo'ldi. Hali ham javobni aytgani yo'q. Ya'ni kampus haqida umuman hali ma'lumot berilmadi. on campus, however, Campus however deb to'g'ri javob aytish boshlandi. Ya'ni kampusda crime rate oshdi yoki kamaydi endi ta'kidlanadi. to say that the overall crime rate has fallen this year. Has fallen this year bu decreased ga sinonim bo'ladi. Ya'ni kampusda crime darajasi tushdi. You wouldn't think so. You wouldn't think so. Siz bunaqa deb o'ylamasligingiz mumkin. Nimaga asoslanib? Ya'ni o'sha xavotir haqida endi gap boshlanadi. Demak, nima uchun odamlarda crime rate tushgan bo'lishiga qaramasdan ularda xavotir ko'proq? If you've seen the extremely exaggerated stories in the media, If you see extremely exaggerated stories in media. Agar siz mediadagi bo'rttirib yuborilgan, pashshadan fil yasalgan hikoyalarni ko'rib, hech ham crime rate tushdi deb o'ylamaysiz. the media has done nothing but cause more concern about crime. Media has done nothing but more concern. Media xavotirdan boshqa hech narsa qilib bermadi deb aytayapti. Even the crime shows you see today are a little bit far-fetched, but at least Crime rates haqida gap ketdi, ammo ular ko'p xavotirga olib keldimi yoki yo'qmi, bu haqida gap ketmadi. Crime TV show haqida ham gap ketdi, ammo ular xavotir olib keldi deb ta'kidlanmadi. Aksincha, crime TV shows are far-fetched. Far-fetched degani bu haqiqatdan yiroq. Ya'ni bu yerda xavotir haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. fetched, but at least viewers know they're not real events. We'd really like to see more factual news articles out there, so the Biz ko'proq faktga asoslangan, haqiqiy
to'g'ri ma'lumotlar chiqariladigan jurnallar bo'lishini xohlaymiz deb aytilyapti. Ya'ni hozirda bunaqa faktga asoslangan jurnallar yetarlicha emas. Shuning uchun mediada bo'rtib turuvlar sababli ularda ko'plab xavotirlar bor. Xuddi shu tartibda tahlil, analiz, keywordlar va fokusni jamlagan holda qiladigan bo'lsangiz, albatta siz multiple choice questionlarni 10 tadan 10 ta, 20 ta bo'ladigan bo'lsa 20 tadan 20 ta, fitvillonta bo'ladigan bo'lsa fitvillontadan fitvillonta topadigan bo'la olasiz. Demak, darsimiz oxirida shu narsani aytib o'tmoqchimanki, agar siz ruhan, qalban multiple choice questionlarga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, siz hech qachon va hech qanaqasiga multiple choice questionlarni o'tkazib yubormaysiz. If you can crash multiple choice questions in your mind beforehand, you can definitely do it even during the audio. Agar siz deja-vu nazariyasiga ko'ra multiple choice questionlarga miyangizdayoq o'tkazib yubormaslikka tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, siz ularni audio davomida hech qachon o'tkazib yubormaysiz. This is the power of visualization. Darsimiz ham yakunlanib qoldi. Do the test as if you have already 9 in listening. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, quyida o'zimning Telegram kanalim qoldiriladi va izohlarda savollaringizni berishingiz mumkin. Siz bilan Muhammad Ali bo'ldi va ko'rishganda ko'rishguncha.